Qo'shni Qozog'istonda eng ta'sirli biznesmenlardan biri Timur Kulibayev Qozog'istonning eng nufuzli va eng boy biznesmenlaridan biri. Bank, energetika, ko'chmas mulk, investitsiyalar, uning biznes imperiyasi Markaziy Osiyodagi eng yirik tizimlardan sanaladi. Shaxsiy boyligi 507 milliard deb baholanadi. Asosiy faktlar: MDUni xalq xo'jaligini rejalashtirish yo'nalishida tamomlagan. 2011-2022 yillarda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi direktorlar kengashi tarkibida bo'lgan. Oila aktivlari 904 milliard atrofida. ICIG ma'lumotlariga ko'ra, uning boshqaruvida 220 dan ortiq kompaniya mavjud. Logistika, retail, texnologiya va YQShlarning birlashtirgan Kipros kompaniyasiga rahbarlik qiladi. OAF unga Qozog'istondagi eng muhim biznes figurasi deb baho bergan. 2016-2024 yillarda xayriyaga 176,9 million dollar yo'naltirgan. 2024-yilda uning tashabbusi bilan 1400 ta uy qurilib, qariyb 10,000 kishi uy-joy bilan ta'minlangan. U boshqargan Mercury Properties Qozog'iston bo'ylab 1 million kvadrat metr tijoriy ko'chmas mulkka ega. 2019-yildan boshlab maktablarda tadbirkorlik asoslari fanining joriy etilishida homiylik qilgan. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.